55 yosh. 57 yosh. 57 yetdingiz. 70-yilmisiz? Keyin hozir pensionerman. Men bunday bo'ladida, bunday boshimda og'riq bo'laveradi. Keyin unga borib qoldiruvchi yarimtadan fanigal ichib yuraverganman. Oshqozoningizda og'riqdi. Eroziya chiqdi. O'shanaqa deb hozir lecheniya qilib berishdi. Gap ko'tarolmayman. Yig'lash bormi? Uyqungiz qanaqa? Uyqum unchalik emas, yaxshi uxlolmayman. Yaxshi uxlolmaysiz, cho'chib ketish bormi? Yo'q, uyg'onish juda ko'p bo'ladi menda. Tursangiz, yursangiz bosh aylanib ketmaydimi? Chichaylanadi. Ko'ngil aynishchi. Bo'ladi, shu ko'nglim aynib, keyin qabziyatam borda menda o'shaniki. Yurak o'ynab ketish. Behalovat bo'ladi. Qo'l oyoq muskullarida og'riq, toliqish. Yaqinda mana qo'lim og'riq, Yaxshi, ko'z yumib turamiz. Qo'lingizni uzatamiz. Yo'q, muvozanatlaringiz yaxshi. 8larda cho'lasiga chiqdi. Ashli 8 qilib qo'ying. Yozib qo'ydim. Hammasi yozilgan, faqat og'zaki sizga tushuntirib qo'yapman. Men oldimga bir hafta 10 kunda qayta ko'ruvga kelasiz. Yana gaplashamiz. Mana u oshqozon dorilarni ham davom ettirasiz.